Oh, mana qarang. Hurmatli baraka. Mana shu joyda 4 ta pishgan bor ekan mana. Katta ekan. Katta degan sizga beraman. Mana Ha, shu. bo'ldi. Masoqon aka, Oh, buni qarang. yani вообще. Oh. Mana shuni oling chiqaring. Mana shunimi? Ha? Kimga deb o'ylaysiz buni? Voy. Asha ko'krak saratoniga foydasi bor deb eslar oldindan gapirib keladi. Biz ko'p yomon ko'ra, hamma yomon ko'radi o'zi buni. Ko'krak saratoniga, yana bir narsalarga foydasi bor deyshadi. Bizi videolarda qoldirmasdan kuzatib boradigan shu Dilmodjon hoji ukamiz onalari bor. Buni sizlar kimgaligini sizlar kommentariy yozinglar-chi. Albatta. Bundan keyin videolarda kutib qolamiz. Buni kimga olib boraman? Albatta. Assalomu alaykum, obunachilar, tuzingmisizlar? Mazali yaxshimi? Tanjo'li sog'mi? Men bugun mana qovun sayriga kelganman. Qovunlar mana dahshat bo'layotibdi. Kecha videoni qilgan ekanlar, o'g'limni. To'g'ri Musoxon aka. Assalomu alaykum. Sog'misizlar, salomatmisizlar? O'sha sizlar aytganda qovun sayriga keldik deydi. Kechiroq Hamma qovun sayriga boringlar, qovun sayriga boringlar. efirlarda aytayotibdi, mana o'g'limga qarataman. Kechadan beri ko'pchilik aytadi-da. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Ne aylanib o'tinglar endi. Bo'ldi mana. Hurmatli obunachilar, sizlar bilan birgalikda mana kiramiz. Hop. Bismillahirrohmanirrohim. Baribir poylaga kirib, sizlar bilan birgalikda mana qaranglar. Bay. Ey! Bu sa kichikroq olgan, lekin tayyor. O hidini qarang, hidini. Odamlarga yemasdan ham hida bir odam bir maza qiladi-da. Shuni aytaman. O'tgan safar Mansurbek. Ha. Abdumalik bilan konkurs o'ynadilar, bellashuv. Musoxonaga oxirgacha qolib ketdi-yu. Ha. Asha yetib ketdi-da. Shu qoldi-da o'zi bir chekkasida. Bizni qonimiz och, obunachilar bitta gapda. Bu yoq o'zi yarim tillikdan ham kichikroqni yedi. Ha dedi, Bag'dodga borib choy ichamiz dedi. Yo'q, yo'lda choy ikkalasi yarimtadan qo'yib yo'g'anda qoni to'q bo'lib qoldi. Shu bilan ketdik-da Bag'dodga qarab. O'zi yaxshimisizlar? Tanjo'laringiz sog'mi? Endi necha bo'lyapti? Qanchadan sotyapsiz deydigan insonlar bizga haliga farqi yo'q. Kelishtirib shu odamlar maza qilib yesin, orinmasin yesin deb sotyapmiz. Bugun xudo xolasi uziladi. O'tgan safar Mansurbeklar kelgan paytda uzilib bo'lgandan keyin olib chiqqan qovunlar. Bugun mana uzilmagan holatini sizlarga hozir Mansurbek polni obzor qilib ko'rsatadi. Bu 5-uzumi. 5-uzumi. Ana. Endi 5-uzumdan keyin qovunlar qolmaydi, yaxshisi qolmaydi deydi. Mana 5-uzumni sekin ko'rasiz. Mansurbek to'g'ri o'ting. To'g'risi gap, kecha men o'sha kanalingizda qo'yganingizdan keyin men havas qilib keldim. Hali buni ertaga uzamiz deb videoda aytgan ekansiz. To'xtay, uzmasdan oldin men boray dedim. Ertaga bozorga chiqadi-da, o'shuncha kech salqinda bugun kechdan xudo xolasa uziladi, nasib bo'lsa. Endi qancha chiqadi bilmadim, lekin chotga bo'lib pishdi, xudo xolasa. Bo'ldi. Qaysi tomondan yuraman endi men? Mana bu yerdan yursa bo'ladi. Bo'ldi. Mana ikkita qovun. Ana. Mana bu yerda 3 ta qovun. Ana. Mana. Toza pishgan bular. Mana yerda ham bor mana. Tayyor. Gap yo'q. Mansurbek kecha videoda aytib sotilganlar bular, sotilib ketdi. Bu yer o'zi bo'shab qolgan. Siz aytyapsiz, 5-inchisi dedingizmi? Bu tomonlarda ham turibdi mana. Bu yerda ham turibdi, mana bu yerda ham turibdi. Mana bu yerda ham turibdi. Men to'g'risiga shu paytgacha hali pishib turgan joyiga hali hech kirmagandim. Mana shu joyda 4 ta pishgan bor ekan mana. Katta ekan. Katta degan sizga beraman mana. Bo'ldi. Masoqon aka, buni qarang. Yani вообще. O'tgan safar kichkinasini yedim dedingiz-ku, bugun safar kattasini yedim. Mana, Musoxon aka. Oh, mana qarang. Hurmatli baraka. Qani yeb ko'rasiz endi. Yeb ko'ramiz. Mana bu yerlarda ham mana ko'z tegmasin. Yaxshi. Mana ular undan keyingilarga pishadi-da. Endi keyingisiga pishadi. Keyingilarga pishadi. Birinchi rangi ko'kroq bo'ladi, keyin sarg'ayadi. Ha, ko'rsataman sizga. Mana bu yerda ham. Xomrog'ini ham bir ko'rsatingchi. Mana bu yerda ham pishgan. Bu ham bor. Bitta ham bor. Yaxshigina bor. Kunduzda kirmang, palaka kasal deydigan insonlar bor. Hozir ertaman. Xayrli tong. To'g'ri. Xayrli tong. Pishmagan Mansurbek mana. Shunaqa bo'ladi, Mana shu pishmagan mana. Toz pishsa kattagina bo'lar ekan.
Hozir aytib o'tdingiz, ertalab kirmang. Shunaqa narsasi ham bormi? O'sha odamlar shunaqa qanaqasi bor. Musoqon aka, bo'lsa bir yo'li bo'lsin, o'ynay olasiz endi. Oy. Mazaqlarni bittaga to'ymaymiz. Bo'lsin, jub bo'lsin. Mana u chirmoq deylar. Sizlar nima deydi Mansurbek? Chirmoq deymiz biz. Chirmoq ham, bizda ham chirmoq deydi. Mana shu ko'krak saratoniga foydasi bor deb eskilar oldindan gapirib keladi. Biz ko'p yomon ko'radi, hamma yomon ko'radi o'zi buni. Ko'krak saratoniga, yana bir narsalarga foydasi bor deyshadi. Lekin oqda yurganlar topolmaydi. To'g'ri. Ha? To'g'ri. Men yomon ko'raman. O'sha palanglarga qarang, u tepadagi bedalar urib yubordim. Bug'doylar bedazikdan urib yubordim, o'sha yerdan pastga tushdi-da. Bunga ildiz ham shart emas-da. O'zi bizda O'zbekistonimizda tabiiy narsalar juda ham ko'p. Ikkita yonma-yon turibdi, ikkita xom turibdi. Ha. Mana xom. Ikkita xom, ikkita pishgan. Bugun kechga uzasiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Endi sizlarga yaxshi ko'rinmayotgandir, Mansur bunday yaqinlashtirib ko'rsatib qo'ysangiz. Mana hurmatli obunachilar, ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda uje bekinib turganlar juda ham mana ko'p ekan. Hali pishgani. Mana bular sap-sariq bo'lib qolgani pishgan bo'ladimi yo'q? Pishgani qayerdan biladi o'zi? Keyin safarga pishadi ular. Mana U ko'rayotgan pishgan bo'lsanglar. ular. Mana ular keyin safarga. Mana keyingisiga pishadi, xudo Keyin xolasa. Bundan o'ta tez band beraverar ekan-a. Ha. Pishishi bilan band Mana beraverar. Mansurbek. Qaytidan bilishini aytib qo'ying. Mana o'zi tayyor o'zi. Tayyor sariq bo'lsa tayyor bo'ladi. Ha. Bu mana banddan berib qo'ygan. Nima emas band bergan. Mana ular ham band bergan. Mana ular ham band bergan. Mana xom. Uzishga tayyor xullas. Mana bu tomonlar ham mana. Ha, mana. Band bergan deganda Mana bu endi band bergan degan. Mana qilib uzilib qoladi mana. ha, mana Joyida ustidan turib uzilib qoladimi? Ha, sal qo'yib uzilib qoladi. Ha, bo'ldi. Endi hali 200 kilo, 250 kilo, 260 kilogacha sochim uzilyapti. Ha. Endi bugun bilmadim, chunki bugun biz chiqarganimiz yo'q. Mana ko'rgan bo'lsalar, har bitta palayda pishganlari bor mana. Bor. Hali maydalashib ketadi deydi, kattalari ham bor mana. Obunachilar. Ha, katta ekan. Mana shuni olaydi-da. Kattasini ko'p Mashina- ko'rdi. Bizni videolarda qoldirmasdan kuzatib boradigan shu Dilmurodjon hoji ukamiz onalari bor. Chunki Bu o'tgan ona. safar g'o'r yeganimda Mansurbek bilan. Ha. O'g'illarga g'o'ra topib kelasan deb. Bu Dilmurod safar aytdi. ha, mana shu qovunda xudosi yana bitta oz olamiz. Bitta kattani olay. Hojon aka. Ha, nima bilan? Biladimi? Ha. O, Dilmurodjon hoji tayyor. onalariga. Chunki uylarda ustida ishlayapti. Onalarimiz maza qilib duo ha, qiling. mazza qilsin. Musoqon aka bo'laveradimi? Bo'ladi. Zo'rini tanladingiz. Eng sarasini tanladingiz. Mashina shu qo'yib turamiz aka. Bo'ldi. Endi 5-uzumda mayda bo'lib ketadi, mayda emas. Pishgan olinyapti, qolganlar qolyapti. Mana Musoqon aka qo'llarida ham zochi yeymiz dedik. Va qulupni aylani qaranglar. Kecha videoda ko'rdik-ku. Quluplar O, qani edi? naryoqda bor. Mana Mansurbek. tushgani. Mana O, pishib mana. hali Mana. o'tib ham ketgan bo'lsa Endi kerak. u tomonga o'tamiz. Mana obunachilar. Hammasi mana sizlar bilan birgalikda. Mansurbek. Oh, Manaqa yuringda. Hop. Odamlar zo'r joyini ko'rsatib qo'ygan joyni ko'rsatmadi deydi hamda. Ha. Videolar ichidan. O'sha yoqqa borib kelaymi? Ashaqa borib Nargisdan bir aylanib keladi. Ha, O'sha bo'ldi. biz qilib Bo'ldi. syomka qilib turamiz. Bo'ldi. hurmatli obunachilar, xo'p, sizlar bilan birgalikda kiraman. Mana haqiqatdan voy, mehnat qilsa bari Alloh taolo beradi degani mana kattasi bor ekan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, katta turibdi. Bo'lsa kichikroq. Lekin havas qildim. Haqiqatan Oxunovga aytilgandi, shuncha yildan bir narsa ekding, bu yil mana qovun ekibsan, qovun ekib qovun tushirmagin deb yozishgan ekan. Lekin qovun tushirganlari yo'q. Qovunni ekib qovunni pishirdilar. Gap yo'q. Qaranglar obunachilar. Baribir boshqada voy. O'zimizni O'zbekistonga yetmaydi. Jannat makon O'zbekistonimizga yetmaydi mana. Katta. Videoda kichkina ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Lekin men ko'ryapman, yo'q degani shu bittasi 2 kilolik bor. Endi navi shunaqa ekan. Bundan nari katta bo'lmaydi shekilli. Mana bu yerda kichkinasi ham bor ekan mana. Endi ular hali o'smay qolganlar shekilli. Uni hozir ko'ramiz. Qani? Voy. Ey! Men to'g'risi gap xursand bo'ldim. Hech mana ko'rmagandim shu parniklarida hamma narsa
bunaqangi darajada bo'ladi deb men qaraydim. 3 ta turibdi o'zi bir joyda. Ha. Bu tomonda o'sha uzilganlar ham bor ekan. Qani. Bu yerda ham bor. Bu tomonda ham bor. Ko'p. Mana tomonda endi orada bir chiqqanlar mana. Mana ular o'zi tayyor pishib, uzishga tayyor bo'lib qoldi. Yomon emas. Endi bu tomonga yuramiz. Endi 3-qatorga yuraman. 3-agatga. 3-agatda ham mana hosil mo'l bo'libdi. Ilohim barakasini bersin. Gap yo'q, lekin men o'ylamagandim bunchalik bo'ladi deb. O'tkasi bor kelib ko'rib ketganimda ham polizdan turib ko'rmaganman hech. Endi uzoqdan turib, pishayotganini ko'rganmizda, именно aynan ustiga turib kelib ko'rmaganmiz. Qaranglar. Bu tomonlarda ham bor. Bu tomonda ham bor. Ikki tomonda bor. Mana. Qaranglar. Ko'p. Juda ham. Mana bu tomonda ham bor. Bu tomonda ham bor. Bu 3-qator. Mana. Mana shu yerni o'zida qator turibdi. Juda ko'p ekan shu tomonda. Endi ko'p hosil savori mayda bo'ladi debdi ko'pchilik. Ha. Mana. 750 qoladi dedi. Aha. Yetarmi, yetkizyapti. Yetkizyapti. Suvni qanday quygan? O'lchi mana. Qara mana unda. Mashina Qani. mana. Ha, mana. Mana. Qara. Bu tomonda ham bor. Qani. 1 2 3 5 ta bir joyda. Lekin mayda emas. Bu 2 kilodan bor a? Endi har xil. Onalari 2 kilo chiqadi o'shalar. Qaysi? Manumi? Manu kattaroq a? Mana. Mansurbek. Shuni oling. Qaysini? Go'sh katta. Manuni? Ha, uzaymi? Bismillahirrohmanirrohim. Qani. Ana, o'zi chekdi. Bandi uzildi. Mana uzilib qoladi. Pishgani mana shu. Ana uni oling, aytibdi katta. Mana. Beradi. Qani, Musoxon aka? Mana. Qaysini aytibdi? Mana. Mashqatdan oling. Mashina oling chiqadi. Mana shunimi? Ha. Ana. Kimga deb o'ylaysiz buni? Mana. Kimga? Men Kimga deb bilmadim. o'ylaysiz? Anoxojon aka. Hop. Bu kimga deb o'ylaysiz? Ha, biz yesak kerak. Ha? bo'pti. O, yegan oldik-ku. Ha, oldik. Bo'lmasa, obunachilar kimgaligini sizlar kommentariy yozinglarchi. Albatta. Bundan keyin videolarda kutib qolamiz. Buni kimga olib boraman? Albatta. Kutaman.